Assalomu alaykum. Men Safoyev Temurbek, Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gaz qayta ishlash kimyo texnologiyasi kafedrasi 3-bosqich talabasiman. Men bugun gaz kondensatni barqarorlashtirish qurilmasi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bizga gaz kondensat hozir 4 ta quvur orqali G706 sisternaga kelib qo'yiladi. Bu yerdan esa B701 shamollattirish orqali kelib qo'yiladi. B701 shamollashtirishdan ikki qismga ajralib, bu yerda teplobentga kelib qo'yiladi. Teplobentdan K701 detonizatorga tepa qismidan 19-23-tarelkalarga kelib qo'yiladi. Ikkinchi qismi esa etonizatorning K701 etonizatorning o'rta qismiga kelib qo'yiladi. Etonizatorda hosil bo'lgan gaz kondensat bir qismi mashallaga, ikkinchi qismi esa shamollashtirgichga kelib qo'yiladi. Bu esa shu jarayonni stabil saqlash uchun K701 etonizatorda tubida hosil bo'lgan gaz bir qismi P701 o'sha pech orqali pechga o'sha nasos orqali quyilib turiladi. Ikkinchi qismi esa o'sha jarayonni yana shu borishi uchun etonizatorning shu pastki tub qismidan jarayon keyingi qismi, ya'ni butanizatorga yuboriladi. Bu yerdan butanizatorning tepa qismidan hosil bo'lgan propan-butan aralashmasi yuqori o'sha sovutgich orqali sovutgichga yuboriladi. Bu yerdan esa Y702 o'sha sisternaga yo'naltiriladi. Ikkinchi qismi esa o'sha tayyor mahsulot sifatida tayyor mahsulot bo'lib chiqib ketadi. Keyin esa shu K702 qurilmasining jarayonni barqarorlashtirish uchun nasos orqali yana o'sha P702 pechga yuboriladi. Bu yerdan hosil bo'lgan gaz kondensat propan-butan aralashmasi Y704 yomkisiga yuboriladi. Yomkisda Y703 bu ham yomkis. Bu yerdan yana qaytib o'sha shamollashtirgichga teplobentga yuboriladi. Ya'ni o'sha haroratni barqarorlashtirish uchun bu yerdan esa to'g'ri AVO qurilmasiga yuboriladi. AVO qurilmasi bu AVO yordamida shamollashtirgichdan keyin bu yerdan T702 sisternaga kelib qo'yiladi. Sisternadan tayyor mahsulot sifatida propan-butan aralashmasi chiqib ketadi. Bir qismi esa yana qaytib shu jarayonga qarab jo'naltiriladi. Ya'ni shu jarayonni barqarorlashtirish uchun. Bugungi mavzu shulardan iborat edi. Rahmat.